3 xonali ikkinchi etajdan yangi uylardan so'ragan aziz obunachilarimiz uchun tezda shoshilamiz aziz obunachilar, ikkinchi etajdan bo'lyapti. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hozir koridorda turibmiz, tashqi eshikdan kirib keldik. To'g'rimizda bizda ikkita xona, chap qo'limizda dush hojatxonasi joylashgan. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar sohilda bo'lib turibdi. Asal kafe, orientovka va Ilmiziyo, ya'ni Medtexnikumda qarama-qarshisida 3 qavatli uylarda bo'lib turibdi. Tezda shoshilamiz. Bu esa bitta xonasi 3x4 12 kvadratlik, ko'rib turganingizdek konditsionerlar bor, yangi hammasi qoladi. Bunaqa narx har doim chiqavermaydi Termiz uy savdosi kanalida. Tezda shoshilamiz. Yana ikkinchi etajdan. Va esa xuddi shu razmerda yana bitta xonasi. 12 kvadrat 3x4, bu esa ko'chaga qaragan xonasi. Aziz obunachilar, bu uyimizning plyus taraflari hozir aytib o'tamiz, ham ko'rsatib o'tib ketamiz. O'ziga alohida katyol qo'yilgan. Ya'ni 15-20 million so'm boshqa uylar razisasi bor. Boshqa qo'shnilarda, ya'ni umumiy quruvchi tomonidan qo'yilib ketgan, u ishlamaydi, shuning uchun alohida o'zining katyoli bor. Xolodilnik, konditsioner deysan, barcha jihozlar, gaz plita va kuxni mebelga chamasi yo'qlar. Ko'rib turganingizdek, Medtexnikum Ilmiziyo shaharda juda yaxshi joyda bo'lyapti aziz obunachilar. Sohil chekka deydi, gaz yo'q deydi, suv yo'q deydi. Aslo unday emas. Agar gaz, suv, svet bo'lmaganda o'sha yerda shuncha aholi yashamas edi aziz obunachilar. Endi esa 3-xonasi, ya'ni detskiy xonasi bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yerda esa detskiy xonasi, garderoblari bor. Kichkina. Bemalol ijarasini shu sharoitda 2,5 million, 3 million so'mga qo'ysangiz bo'ladi. Boya aytib o'tganimizdek, so'zimiz isbot sifatida katyol bor aziz obunachilar. O'zi uchun alohida qilingan. Qishda mana hozir qish kelyapti, issiqlik tizimi aynan zarur va kerak. Narxini aytib o'tamiz. Narxi juda cho'ntakbob bo'lyapti. Hozir bitta like bosib qo'ying, aytaman. Narxi esa 335 million so'm deb baholandi. Bunaqa narx ikkinchi etajdan chiqaravermaymiz. Yanada mana dushovoylari ham qo'porilib tashab remont qilingan, ko'rib turganingizdek. Mana dush, aristonlari bor, hojatxona. Aslan muammosi yo'q. Tezda shoshilamiz. Hech qanday taqiq, ikkilamchisi, bankdan qarz yo'q. Sraz nomimizga notarius bo'ladi.